narsa ekan. Siz ham endi xursandlik bu bilasizmi, ota degan maqtan. Zo'r narsa olib kelgan, nima? Sengina yigitgina o'tiragan. Sen voy bolam. Seni kim bu ahvolga soldi? Lekin yaxshi qilishlar bor bularni. Berming. Farishta advokat u, farishta. Ikkinchisini olmoqingiz joizdir. O'shal vaqtda ham Ana, ko'rdingizmi? Pul bo'lmasa otangiz ham uyda boshdan dunyo sari kelgim keladi. 3-4 ta o'g'lim Nima? Endi shuni qo'shiq qilib aytsangiz haligi. Butun qamayni ham ko'rsatma. Asli orqasidan. Keyin ya advokat bo'lib ketdik. Bunaqa advokat oldiga ketganini bilardi. O'shancha advokat bo'lib ketdik. keyin suv 7-aktyor. Buningiz ne balo bo'ldiki, ichindan sadosi chiqur birinchi aktyor. Kuyatida, kuyganidan qo'shiq ham aytur. Gramofon qulog'ini buraydi. Undan eski klassik kuylardan biri yangraydi. Kuy ohangida hamma raqs tushadi. Gramofonning ovozi o'chadi. Ikkinchi aktyor. Anulingiz aytmay qoldi-ku, birinchi aktyor. Tashvish qilmang. Kirimiga ham, chiqimiga ham o'zing dalolatdan bo'lasan. Uchinchi aktyor. Voqea qayerda bo'ladi? Birinchi aktyor. Bog'danmi, tog'danmi? Ko'rarman voqea oddiy bir oilaning hovlisida. Advokat